Hamma yoqda yolg'on. Nomardlarga voy dunyo. Bir narsali bo'lish uchun sen ham o'yinni ishtirokchisi bo'lishing kerak. O'yinda bo'lmasang o'rning yo'q. Go'yoki oq qarg'a badarg'ai olam. Kutubxonani bir chetidagi hech kimga kerak emas bo'lgan kitobga aylanasan. Lekin akadakilar medal oladi, ko'tariladi. Yo'q, men hamma uchun gapirmayman. Lekin bizda marraga chiqish uchun kimgadir paxta qo'yishing kerak. Katta bizneslarni monopolistlar egallagan. Ular bilan ishlash uchun zo'r svязь yoki paxtashunos bo'lishing kerak. Penthouse degilarni mingdan biri talant va aql. Qolganlari esa yoki tayyoriga tug'ilgan yoki kimnidir jiyani. Inkor qilma, hayotga boq. Oddiy bolalarning hayoti metan zapravkada o'chiritda o'tyapti. Ili bozorda pirashka sotyapti. Bizada zo'r futbolist bolalar yo'q deysizmi? Talantli injenerlar yo'q deysizmi? Bor. Lekin ular malaka oshirish o'rniga Rossiyada oyiga $300 ishlayapti. Onga uyini isitish bilan o'tyapti. O'zingcha nimalarni valdirayapsan, turxingga qara. Harakat qilgan ko'tarilyapti. Ko'tarilyapti. Aytganimdek, mingtadan bittasi. Sandakalardan faqat negativ chiqadi. Mandakalar haqiqatni gapiradi. E'tiboringiz uchun menda hammasi zo'r. Lekin hamma o'zini o'ylab yashaversa, xalqqa kim o'ylaydi? Xalqqa hammasi yoqyapti. $500 tuflini kiyib olib xalq uchun gapirma. Tugadi. Albatta hammamiz bir kun qochib bo'lmas Oliy sud oldidan javob beramiz.